Assalomu alaykum, qadrli radio havaskor akalar. Radio apparaturalarni, передатчик, kesvimetr va усилитель mощностьlarini yasash, настройка qilish, ta'mirlashda ballastniy rezistor kerak bo'ladi, bezinduksionniy. Mana bu hozir 800 watt 50 ohmlik rezistor, высокочастотный. Bu rezistorda men hozir termopasta orqali katta bir radiatorga qotirib qo'ydim. Radiatorda tepa qismi, past qismlari ochiq edi, alyuminiy bir bo'lakdan kesib olib, yopib, aniq gnezdolarni ham o'rnatib qo'ydim. Radio apparaturalarni o'rnatish oson bo'lishi uchun, ulashish oson bo'lishi uchun. Bu rezistorda oldi ham yopiladi. Oldiga ham shunday bir listdan kesib olib to'rt tomonidan mana qotirib qo'yamiz. Muammo emas. Hozir mana bu rezistorda xarakteristikasini qisqa to'lqinlarda hozir tekshirib ko'ramiz. Buning uchun men tekshirish uchun vektorli analizator nanovna H4+ dan foydalanaman. Razyom yo'qligi tufayli uni bir kolxoz qilishga to'g'ri keladi. To'g'ridan to'g'ri ulab qo'yamiz. Bu holatda xarakteristikasi juda salbiy tomonga o'zgaradi. Hozir iloji yo'q. Nanovnadan keraksiz grafikalarni ekrandan o'chirib qo'yamiz. Faqat kesveni qoldiramiz. Endi diapazon 1.6 dan 30 gacha tekshirib ko'ramiz hozir. Boshlanish 1.6 MHz, tugashi 30 MHz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek grafika va KSV. Chastota ko'rinyapti, umiddaman 30 MHz. Qo'lim tegib ketdi. Razyomga qo'lim tegib ketdi, o'zgardi xarakteristika. Xo'sh, ko'rib turganingizdek KSV 1.1 30 MHz da. Radio lyubitellar ishlaydigan chastotalarni ko'rib o'tamiz. Hozir mana 28 da ham 1.1, 24 1.09, 21 1.09, 14 MHz 1.09. Почти hamma joyda stabilna bir xil. 7 MHz 1.1. Xo'sh, 3.5 ni ko'rishimiz kerak endi. 3.5. Joydan chiqib ketyapti radyom. 1.1 1.6 da ham 1.1 chastota. Hozir endi o'ta yuqori chastotalarni tekshirib ko'ramiz. Albatta razyom yo'qligi tufayli grafika juda bir xunuk holatga keladi. 144 boshlanishi, tugashini 440 da tugatamiz. 440 MHz. Oho. 144 MHz da KSV bizda 1.3. 430 da esa 2.6. Albatta yuqori chastotalar, o'ta yuqori chastotalarda normalniy razyom bo'lishi kerak. Anaqa bir xunuk holatlar bo'lmasligi kerak. Keyin ham o'ta yuqori chastotalarda yaxshi
antenni kabel. Mandagi eng arzon RJ58. Bular faqat qisqa to'lqinlarda yaxshi ishlaydi va ham yana bir xatolik menda bu yerda mana nanodan ulangan isma razyon. Bu yoqda ham maxsus abjimlar yo'qligi tufayli shunaqa bir holatga kelgan. Bu mana bir krimperda qotirilgan. Ko'pchiligimiz elektriklar taniydi. Nakonechniklarni qotirish uchun foydalanadigan asbob. Qadrli radio havaskor akalar, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'lasizlar.